Aka, sizga endi ikkinchi vazifani bermoqchiman. Ikkinchi vazifamiz shuki, xuddi shu qilayotgan turgan ishingizni qilyapman. Misol uchun liniya tortyapsiz, boshqa qilyapsiz, olib boryapsiz, olib kelyapsiz, qilib turgan ishingizni kengroq suratda. Misol uchun sizga qanaqa vazifa berayotgandim? Narx bitta ko'tarildi, bitta tushsa, bitta ko'tarildi, mana bu joyda yangiladi, bo'ldi. Mana bu nuqtadan mana bu nuqtaga liniya torting degan vazifani o'zi edi. To'g'rimi aka? Endi shu narsani boshqacharoq qilamiz. Endi ko'proq holatda, misol uchun, mana bu joydan olsak yaxshi ekan, mana bunday qilsak, mana pomni ancha joyda hisobni olayotgan bo'lib chiqyapmiz. Mana ikkovsini tekizib olyapmiz, bu mayga tegyapti, mana bu mayga tegyapti, o'tga buzib o'tgandan keyin shunga tegyapti, o't tepaga ko'tarilmas, pastga tushib, xullas, mana shu ko'proq reaksiya beryapti. Sal uzoqroq darajada ob'yomni kattalashtiramiz. Butun boshli trendni hisobni olib turgandaqangi o'ylashimiz kerak endi. Biz misol uchun mana bu nuqtada mana bunday bomday bir katta ob'yomlarni hisobga olib, bozorda o'zi nimalar bor, qanaqa qilsak liniyalar zo'r ketyapti. O'shalarni hisobga olamiz. Misol uchun men aytaman, bitta tortib ko'ring. Bir donami? Demak, bir dona holat bizga kerak bas. Butun boshli metin yoqtir. U ana, qara mana. Manet bilan mayetda to'g'ri kelyapti deylik. Endi mana bu narsa ortiqcha bo'lib qolgan. Tepasi mana bu birinchi oldindagi shamni tayanib hisobga olyapman. Mana to'g'ri kelyapti, bet to'g'ri kelyapti, bet to'g'ri kelyapti. Butun boshli trend mana shu liniyaga bog'liq bo'lib qolyapti. Yana mana bu nuqtadan tepaga qarab tortdik. Bu jabas ekanu, lekin bor. Bitta ikkita minimumdan qolmayapmiz, sal cho'zilyapmiz. Hisobga olaylik, shuni ham hisobga olaylik. Yaxshi. Hop, mana bu nuqtada men aytaman, bunday qilib tepaga tortadigan bo'lsak, mana ham liniya ko'p cho'zilyapti, ham trend anchagina ko'pini olyapti turganga o'xshayapmiz. Mana bu nuqtani olib ko'raylik. Bu nuqta bermadi, unchalik bermadi. Hop, endi mana bu nuqta, mana bu minimum, bu minimum. Tortib ko'ramiz. Sal zo'rroq butun boshli trend buzyapti, oqib ketyapti, buzyapti, chekyapti, buzyapti, oqyapti. Mayda ham buzyapti, oqyapti. Shunga o'xshash gaplar bor. Shunga o'xshash gaplar bor. Hop, yana mana bu nuqtani olaylik. Bunday qilib tortyapmiz, mana shunisi yurib buzgandan keyin narx pastga qarab yurish bilan ovora bo'lyapti. Mana bu nuqtani ham hisobga olaylik. Yana bunday qilsak, mana kelyapti, chiqyapti, kelyapti, mayda aktual bo'lyapti, ba'da aktual bo'ladi. Buzib tepaga chiqyapti, buzib tepaga chiqib, shu liniyaga retest degan narsa bor, uni endi sizga o'rgataman. Shu liniyaga qaytib kelib turib, yana davom etib tepaga qarab chiqib beryapti. Hop, yana mana bu nuqtaga e'tibor qarataylik. Mana bu. Bu minimum, mana bu soyani uchini olyapman. Men aytadi, endi bir marta tegadi, kelajak shuni bo'lyapti. Yaxshi. Mana bu nuqtani bitta ko'rib ko'ramiz. Mana bunday qilib zo'r bas u, lekin misol uchun mana ko'p ishlamagan, 1 2 3 4 5 6 marta ishlavormagani, bitta ikkita minimum bor. Uchinchisi ishlayapti, ketyapti, bu yerda buzib o'tyapti, shunga teyapti, tepaga ko'targani yo'q, qarshilik. Oldin tepaga ko'tarishga qarshilik qilgan bo'lsa, endi pastga tushishga qarshilik qilyapti. Tepaga ko'tarilishga qarshilik qilyapti. Buzib o'tib teyapti, tepaga chiqib olmasa tushityapti. Kelyapti, tepaga chiqib olmasa pastga qarab tushib beryapti. Zo'r. Mana shunaqangi suratda endi ish qilish kerak. Mana bunday qilib tortib uchun yomon emas. Buni ham olib bering aka. Bitta ikkita ko'rsatib beraman. Men butun boshli trendni ko'rdim bu yerda degan narsani olib chiqib beryapsiz menga. Mana bu joyda olib ko'raylik bunday qilib. Mana butun boshli trend yuryapti. Bitta buzib tushib turib tepaga yopilib olyapti. Svecha tepaga qarab ketyapti. Kelyapti, keyin oxiri liniyani kuchi qolmay, misol uchun ringga jangga chiqqan odam ham bitta ikkita mushti ko'tariladi, 3 ta 4 ta mushti ko'tariladi. Oxiri turnisi 5-inchisi nakaunt bo'ladi-yu. O'zi shunaqa 1 2 3 4 5 marta tegyapti, oxiri liniyani kuchi qolmay bo'ldi. Boshqa qarshilik qila olmasdan buzib o'tib turib narx pastga tushib qolyapti. Hozir qandaydir selni ko'proq ko'ryapmiz ekan. O'sha baydikini ham iloji boricha, baydikiga ham. Misol uchun mana bunday qilgan bo'lsak, mayt tegyapti, bu yerda tushyapti, buzib o'tyapti, tepaga chiqyapti. Shunga o'xshash narsa. Mana yerda, misol uchun mana yerda mana bu ikkosini to'g'layapman, bu ko'tarib beryapti, mana bu ham salkam ko'tarib beryapti, qolgani esa tushyapti. Hop, mana bu nuqtada bu yerda bitta ikkita bo'lgan xolos. Mana bu narsani eplab bo'lmaydi. Mana uni bitta sinab ko'ramiz. Selga, mana uniki hop
bitta tekkan xolos. Mana bu joyda esa ko'proq tekkan mana bu yerda ancha butun boshli trendni hisobga olinyapti. Butun boshli trend hisobga olinyapti. Mana bu joydachi. Endi bu joyda mana bunday bozor aldayapti. Mana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Chizmada qangi ideal holat kamdan kam turadi. Agar ideal mana unga o'xshab ideal liniya bo'lsa, ideal holat bo'lgan bo'lsa, yorib o'tgan narsa rosmana bo'lsa, mana qarang, aniq pul turibdi bu yerda. Sal bo'lsa ham odamlarni aldab, mana bunday qilib liniya torttirib olib, mayt kelsa, bay bosaman kelyapti, biz o'tyapti, noaniqlik turibdi bu yerda. Mana shunaqa iloji boricha brokerlar deymizmi, krupniy traderlar deymizmi, noaniqlik tomonlama yurg'izib qo'yib, faqat o'zi soqqa qilish kerak degan narsani tushunma qiladi. Mana bu holati tekis haqiqiy randik bozor o'xshatmaslik harakat qilyapti. Mana esa bu shunaqa maktabda biz o'tib oldimi, bagi fassiyan men sel ishlashim kerak degan ideyani beradi. Zo'r. Hop, endi yana davom etamiz. Mana ikkita minimumni ushyapman, maksimumni ushyapman. Mana 3-maksimum kelib chiqyapti. Hop, mana bu bitta maksimum, mana ikkinchi maksimum. Xullas, mana shu yerda tortsam bo'ladi. Mana bu joy bo'shliq bo'lgani hisobga ishlamaydi. Bu dars bor bizda. Prosta hozir bo'shliq degan narsani ham qo'shib qo'yapman. Siz olavering. Mana liniya tortdim. Mana kelajakda mana deganda qangi siz olavering. Mana bu nuqtadan mana bu nuqtaga tortgan bo'lsak, hop. Mana bu narsa tegmabdi, yaqinlashgan. Xolos, mana bu tegibdi, risk qilib ko'riladi. Mana shu yerga siz sell bossangiz, o'rtacha $10 hisob qo'ysangiz, stopingizni olmagan foydaga chiqgansiz bu yerda. Hop, mana bu nuqtani olaylik. Mana bunday qilib men qilganman bu joyda 3 burchak degan narsani ko'rganman. Bunday qilsak, mana 3 burchak ding o'ynatib taqqa tepaga otib chiqib ketgan. Hop, yana bu yerda qanaqadir qilgan bu mana unga o'xshash ish qilgan bo'lishim kerak. Mana shunga o'xshagan ish qilgan bo'lishim kerak. Hozir namunalar ko'rsatdim. Uzoq butun boshli ssenariylarni, butun boshli trendlarni tasavvur qilishimiz kerak endi. Ko'tarilib yoki tushib buzdimi, nimadir bo'ladi. Yo tepaga yuradi yoki pastga ketadi. Mana uchun men aytaman, biz o'tib, bag'i ko'tarish bo'lgan. Men biz o'tib, bag'i tushish bo'lgan. Men biz o'tib tepaga ketgan. Men biz o'tib tepaga yurgan. Hop, qachgacha yuryapti? Mana maksimum, mana minimum 50% gacha yuryapti. Bunichi eng maksimum, mana eng minimum 50% ga yuryapti. Mana bucha minimum, maksimum o'rtasi 50% gacha yuryapti, o'tib ham ketyapti. Hammasini ko'rish kerak. Mana maksimum, minimum 50% gacha bitida yurib beryapti. Buzgandan keyin maydalab qolgancha ketyapti. Men yerda ham hisoblayman, maksimum, minimum degan bo'lsak, 60% gacha yuryapti. Hokazo, mana bu yerda esa 50% yo'q. Unday chiqyapti, tushib qolyapti. Mana unda endi dan hisoblashimiz kerak. O'zim aytdan olardim. Betdan hisoblagan bo'lsak, o'rtacha 50% bor. Mana o'lchab ko'ramiz. Mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha mana 60% gacha bor ekan, 60% gacha bor ekan. Mana u ham 50% bor. Buni endi maytdan kirish qilganimiz hisobiga daromad qilarmiz. Maytda yo'q, mana bunaqangi yo'q joylar ham uchrab qolyapti. Hushyor bo'lish kerak degan narsa. Demak, siz qachon sel bosasiz, buzib o'tsa, maytda sel bosasiz, stopingizni mana shu o'zini maksimumga bunday qilib qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'zini maksimumiga stop qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Take profit o'rtacha 50% yoki minimum maksimum. Minimum maksimumga qarab turib take profit qo'yiladi. Take'ni sariqqa aylantirib qo'yamiz. Hop, ana minimum maksimum kirdik, take'ni ushadik yoki stopni ushamasdan baribir take'ni ushadik. Take profit ushadik. Shunaqangi ssenariyda davom etishimiz kerak. Bu videoni o'zingiz uchun birorta gruppaga, birorta arxivga olib qo'ying. Ertadan keyin ko'rganda, mana shunaqangi-ku deyishga tushasiz.